Diqqat e'lon. Bizni kanalimizga hikoyalarni chiroyli o'qib bera oladigan adminga qiz kerak. Pulini beramiz, xohlovchilar Telegramdan yozing. Telegram lichkamiz kanal opsiyasida va kommentariyada bo'ladi. Tabassum ortidagi tuyg'ular, ehtirosli hikoya. Men uni ilk bor ko'rganimda yuragim oz urishini unutdi. Uning ovozi muloyim, nigohi esa qizdiruvchi edi. Doktor Sherzod mening stomatologim emas, go'yoki orzumdagi odam edi. U menga qaragan zahoti bir nimani sezdim. Bu oddiy shifokor va bemor orasidagi ko'z tegishi emasdi. Har gal yonimda turganida yuragim qattiqroq urar, nafasim siqilardi. Qiziq, og'riqdan emas, balki u menga juda yaqin turganidan. Tishimni davolayotganda uning qo'llari yuzimga yengil tegib ketardi. Har bir harakati muloyim edi, lekin yuragimni titratardi. Men ko'zimni yumardim, lekin ongimda uning harakati, nafasi, hatto atri qolardi. Har uchrashuvimiz menga quvonch, hayajon va noma'lum ehtiros bergandi. Bir kuni u menga tog'ri qarab dedi: "Men sizni faqat bemor sifatida ko'rolmayapman, Nilufar. Menga siz bilan bo'lish kerak." Qo'llarim titradi. Yuragim esa u so'zlarni eshitishni allaqachon kutayotgandi. Biz ilk bor klinikadan tashqarida ko'rishdik. U meni kafega taklif qildi. O'sha kuni u menga juda yaqin o'tirdi. Qo'limni ushladi. Uning kafti issiq, qo'rqinchsiz edi. Yuragimni ochdim. Biz ko'chalarda yurib, yomg'ir ostida uzoq gaplashdik. U har bir so'zida meni ko'proq jalb qildi. Nigohimiz to'qnashgan har lahzada lablarimiz yaqinlashgandek tuyulardi. Nihoyat, u asta yonimga egildi. Nafasini yuzimda his qildim. Quloqchinlardek jimlikda meni opdi. Bu opich ilk bor til bilan o'z tuyg'ularimni aytganimga o'xshardi. Uning lablari yumshoq, harakati ehtiyotkor, ammo chuqur edi. Bu oddiy hissiyot emasdi, bu istak, bu orzu edi. O'sha kecha biz uzoq quchoqlashdik. Nafaqat tanamiz, balki yuragimiz, orzularimiz, ehtiroslarimiz birlashgandek edi. Men o'zimni birinchi bor chin sevib qolgan ayoldek his qildim. Endi klinikaga og'riq uchun emas, muhabbat uchun borar edim. Men unga oshiq bo'lgan edim. Buni inkor etolmasdim. Har safar Sherzodni ko'rganimda yuragimda bir iliqlik, bir ehtiros ortanardi. Ammo yuragimda boshqa bir haqiqat ham bor edi. Men turmush qurgan edim. Erim o'z dunyosida yashaydigan, ko'proq ishi, majburiyatlari bilan band bo'lgan odam. U meni yaxshi ko'radi, lekin meni his qilmaydi. Oxirgi yillarda men o'zimni yolg'iz sezardim. Xuddi ruhan begonalashgan odam bilan yashagandek. Sherzod esa meni ko'rdi. Mening ichimdagi ayolni, his qilmoqchi bo'lgan ehtiroslarni, izlanayotgan muhabbatni u sezdi. Har bir uchrashuv nafaqat sevgi, balki ichki aybdorlik bilan o'tdi. Ammo yurakni mantiq bilan bog'lab bo'lmaydi. Bir kuni kechqurun klinikadan chiqayotganimda yomg'ir yog'ayotgan edi. Sherzod yana kutib turgan edi. U menga tik qarab dedi: "Nilufar, men bilaman, yuraging ikkiga bo'linmoqda. Ammo men sening ko'zlaringda o'zini izlagan ayolni ko'ryapman. Men seni kutishga tayyorman. Faqat rostini ayt. Sen meni his qilayapsanmi?" Men unga yaqinlashdim. Yuragim kakragimni yorib chiqmoqchi edi. "Ha," dedim titrab. "Men seni har kecha xayolimda quchoqlayman. Har tong yonimda seni tasavvur qilaman. Lekin bu sevgim bilan o'zimni ham yo'qotyapman." U meni quchoqladi. Bu quchoq men uzoq vaqt orzu qilgan xavfsizlik, isinish, yaqinlik edi. Lablarimiz birlashganida men vaqt va makonni unutdim. Bu o'pishda shunchaki ehtiros emas, men bo'lolmagan ayolning dardi, orzusi, isyoni bor edi. U kecha men uyga qaytishdan oldin soyabon ostida unga qaradim. "Men yomon ayol emasman, lekin seni sevib qolganim meni o'zgartirib yubordi." U javob bermadi. Faqat ko'zlarimga qarab so'zsiz tushundi. Biz bu sevgini yashirishga majbur edik. Lekin yashirish uni yo'qotish degani emas. Aksincha, har yashirin daqiqa uni kuchaytirardi.
bo'ladi.